Olib kelding. Achchiqqina masala qildim. Assalomu alaykum ona. Charon salom aytyapti, yaxshimisiz? Sizlarnikida non yo'qmi? O'zimizda bor-ku non. Olib kel bo'lmasa, ovqatni nima bilan yeyman? Mevoqlidan yotib oldingizlar bo'lsa-ki, Boshim og'riyapti, bironsi olib kecharoz. nima olib keling? G'ish olib kel, oy Nima bilan. qilasiz? Tomsuv olib qilaman balki, keyin boshim og'rib qoladi. Dori olib kel. Qanaqa dori? Qorin og'rig'i dori olib kelgin, charoz, ichsam boshim og'rig'i ham qoladi. Ha, bo'lsa-ki, Qayerdasiz, charoz? uyda ish qilyapman. Ha, uydamisiz? Nima olasiz kelyapti? Eshik taqalyapti. Farosatingiz uyda qolib ketgan ekan, yarim soatdan beri taqalatyapman. Och eshitdim, mol. Voy, hozir. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Assalom. Podarkami? Kimga? Dugoning Nargizga. Nargiz erim senga podarka olib ketdi. Farosat skidga olgan.